Men bu kataloglarda anaqa tayyor anaqa chiqarib qo'yganda, ani grafikdan qidirib yurmaysizda. Mana 5 topasiz 51. 1,5 kilovatli nasos to'g'ri kelyapti. 1,5 kilovatli. Keyin boshqa masalan magazin 7,5 qo'yib beraman deb turgan joyda sizlar 1,5 qo'yib berasizlar. 7 marta ekonom bo'ladi. 7 marta ekonom, nasos ham italyanskiy nasos ham arzon chiqadi shunaqa joyida. Undan tashqari to'g'ri ham bo'ladi. Yaxshi ham ishlaydi. Agar nasos xuddi shu joyga 5 tonnali qo'yilsa, minutiga rasxodi 83 litr ekanda, lekin shu joyga 7,5 kilovatli nasos qo'yib qo'ysa agar katta nasos 4 kilovatli mana 53 metrda 267 litr minutiga berar ekan. Mashina shunaqa muammo bo'ladiki, bizning sistemamiz o'zi minutiga 83 litr suvni icha oladigan sistema. Undan u yog'ini icha olmaydi. Bu 260 litr, 3 barobar ko'p. 1 minutda emas, 20 sekundda hal qilib qo'yadi bizning mijozlarimiz ishini. 20 sekundda hal qilib qo'yadi. Bu degani 50 ta odam agar butun hamma ko'chib kelib yashashni boshlasa u domda. O'shanda ham 3 barobar katta nasosda 20 sekundda hal qilib qo'yadi. Bu degani suvni ishlatib turibdi-da bitta odam. Davleniyani nasos 5 ga chiqarib qo'yadi, u ishlatib turgan bo'lsa ham. Chunki juda kam ishlatyapti-da. Davleniyani 5 ga chiqarib qo'yadi-da, nasos o'chadi. Bu odam ishlatib turibdi-yu, davleniya sekin yana tushadi-da, yana yonadi nasos. O'chadi, yonadi, o'chadi, yonadi, o'chadi, yonadi. Shunda nasosni motori shunaqa narsaki, hadeb o'chib yonaversa xafa bo'ladi. Kuyadi.